bo'ladi. Chunki bizda shu Ibn Sino ham Qur'onni yod olgan yoki bo'lmasa yaxshi tushungan, uni nima qiladigan darajada bilgan. Chunki u paytda ham ancha-muncha dinga qattiq e'tibor berilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ham hali aytganimizdek, odamda shu bir kichkinagina joyi borda, odamda shunday ma'noda kelgan bir bo'lak go'sht bor, o'sha go'sht pok bo'lsa, butun jism sog'lom bo'ladi deb aytganlar. Bu ham qalb. Ya'ni qaysi bitta odamimiz, qaysi bitta yoki bo'lmasa qaysi bir kishi tuzala olmayotgan bo'lsa, davolana olmayotgan bo'lsa, u odam u atrofda izlab yurish kerak emas. Nega men tuzalmayapman? Nega meni doktor davolamayapti? Mana dori ta'sir qilmayapti? Mana bunday qilyapti deyish shart emas. U odam birinchi ruhiyatini ko'rish kerak. U ruhiyat qanday o'zi? Ruhiyat bu mayli ovqatlanish haqida rosa gapirdik. Endi ovqatlanish aytayverdik. Sizni ham ko'rsatsam maydimi? Hozir amakimiz ham kelgan, amakimiz uzoq Xorazm yurtidan kelganlar. Xorazm yurtidan kelib, haliga men bugun ko'rgani keldim shuni. Bitta narsa qilyapti. Ba'zi bitta odamlar natija ko'ra olmayapman, natija ko'rish qiynalyapman deb yozibsiz. Ishoning, natija 200% aniq bo'ladi, faqat shuni qila olsangiz. Ya'ni ichingizda doktorni uyg'otish. Biz bekorga ichimizda doktor deb aytmaganmiz odamlar. Nega? Odam agar ichidagi doktorni borligini tushunib qolsa, uni buzayotgan o'zi bo'ladi. U hech kim buzmaydi uni. U ichidagini o'zi buzadi. Qanday bo'ladi? Mana bu qo'l bilan buzadi, ovqat bilan. Uni aytdik, ovqat to'g'rilash kerakligini, nafsimizni jilovlashimizda. Ikkinchisi ruhiyatda buzish bilan bo'ladi. Ruhiyat qanday buziladi desa, xafa bo'ladi odamlarda. Mana odamning kamchiligini ko'radi, buni bir kamchiligini ko'radi, buni bitta narsani aytadi. Ana shunda ruhiyat qop-qora bo'lib ketaveradi. Odamlar shunaqa odamlarimiz borki, endi barakat topsin, ular ham balki yaxshilikkadir. Yillab odamlarga xafa bo'ladiganlar bor. Yillab odamlar kechirmaydiganlar bor. Bu men mana o'tgan kun ham birikda amakilarni, xolalarimiz keladi, yoshlari katta amakilar barakat topsin, yoshlari katta xolalarimiz keladi. Xolajon, kimdan siqilasiz? Nimadan siqilyapsiz desam, amakim aytib qoladi, mendan-da deydi. Keyin ba'zida amakimdan so'rasa, kimdan nimadan siqilasiz? Xolamiz aytadi, mendan bo'lsa kerak deydi. U yashayapsizmi? Eri xotin yashayaptimi? Turmush qilyapsizmi? Yaqinda ketamiz bu hayotdan. Mazza qilib yashab qoling. Shu bir-birimizga ishonib, suyanib yashab qoling. Bir-birimizni mazza qilib yashab qolaylik. Bu shunday qarashimiz kerak edi hayotga. Hech kimning ana qo'lida hujjati yo'qki, yana 5 kun yashaysan, yo 10 kun yashaysan yoki 1 yil yashaysan degan hujjati yo'qda. Shu bugun mazza qilib yashashligimiz uchun odamlardan shuni kechirishni o'rganishimiz kerak. Mayda narsalar agarda odamlar farq qiladi. Shunaqa odamlar borki, katta ishlarni qiladigan odamlar bu, ular mayda-chuydaga e'tibor bermaydi. Yana ba'zi bitta odamlar borki, ular o'sha katta narsalarga e'tibor qiladigan odamlar yaratuvchi odamlar deyiladi. Yaratuvchi odamlar butun dunyoni, butun xalqni o'zgartirish haqida o'ylaydi ular. Haligi mayda-chuydalarning o'rtachasi borki, o'rtacha odamlar borki, haligi ba'zi bitta odamlardagi munosabatlarni to'g'rilash, ishxonada, jamiyatda qanchadir uning qismini to'g'rilashga harakat qilishadi. Yana bitta odamlar borki, odamlar faqat pastga tortadigan odamlar bo'ladi. U odamlar faqat negativ deb kavlab e'lon qiladigan odamlar bo'ladi. Shuning uchun kim qanaqaligini o'ziga o'zi e'tibor berish kerak. Masalan, siz qanaqasiz? Biz qanaqamiz? Odamlar o'ziga e'tibor bersa, ana shunda hali qalb poklanish dedik-ku, ana shu qalb pok bo'ladigan bo'lsa, ruhiyat mazza qiladi. Ruhiyat mazza qilganda ishoning tani o'z-o'zini tuzalib ketib qoladi. U tanida narsaga ovqat lekin to'g'rilash kerak. Chunki islom shunaqa qilganki, bizda islomda ovqatni to'g'rilash haqida ham bor, ruhiyat to'g'rilash haqida ham bor, qalb to'g'rilash haqida ham bor, odamlarni kechirish haqida ham bor. Haligi har bitta narsani eng mukammali shu yerda. Faqat biz uni bilmadik, amal qilmay qo'ydik. Ilmsiz xalqda xor bo'lishiga ana shunda ko'rganman-da, ya'ni odamlarimiz qanchalik biz ilmsiz bo'lsak, shuncha biz xor qiladi. Nega? Ilmsizlik bizni xor qiladi. Ilm olsak, ilm bizni doim yorug'likka olib chiqib ketib qoladi. Men endi masalan 10 yil o'zim o'qiganman, shu Toshkentda o'qigan bo'lsam, ishoning shu 10 yil o'qib o'zim davol olmaganman. Nega? Chunki bu boshqacha ruhiyat bilan tana alohida qilingan tibbiyotda o'qiganmiz. Endi biz haliga ruhiyatni qo'shmaganmiz, jilmaying demagan, hech kim bizni kayfiyat ko'tar demagan. Hali voyda qovoqlarni urib turib, qarab turavergan. Biz ham haliga shunaqa ekan tibbiyot deganmiz. Hali bizning professorlarimiz ham baqirgan, bunday qilmading degan. Keyin qo'rqitgan kasallarimizni qanday qilib qo'rqitar edi.
tuzalmaydi baribir. Buni davosi yo'q buni. Bu bunaqa buni shuni o'tib ketasiz. Operatsiya qilsangiz ham tuzalmay qolasiz. Buncha dorini ichgansiz, bittasi tushuntiryapti bitta kasalga. Endi talabamizda, talaba yuribmiz, professorlar, dotsentlarning orqasida yuribmiz. Shunday bordida, bitta joyga o'tirdi, o'tirgandan keyin haliga aytdi kasalga qarab, Amerikaga borsangiz ham, Rossiyaga borsangiz ham, hamma joyda buning davosi shu baribir. Baribir chiqib ketib qolmaysiz dedi. Haliga qarang, uni uzoqdan olib keldi. Haliga u o'shonni yo'qotib, nima qilsangiz ham shu dorini ichasiz deyishdi keyin. Men aytdim, nahotgina shunaqamiz bilgan, shunday endi u paytda men talaba bo'lganman-da. Talabalik davrlarini men boshlab shu tibbiyotimizda nimani o'zgartirish kerak deb o'ylardim. Tibbiyotda nimandir, shu ruhiyatni olib kirishimiz kerak. Yo'q, endi bizni yonmasang yonmaysan deydi-ku. Shuning uchun biz odamlarni ko'rib nimadan qiynalganman, bitta xola keldi, G'ijduvonli xola. Endi men butun istoriya gapirsam gapiraveraman, lekin butun istoriya reumatoid artritdan keldi. Reumatoid artrit bu bo'g'imlar og'riydigan kasalliklar. O'sha ruhiyatiga bog'liq bo'lgan joylarni aytayapman-ku, shu otaxonlarimiz, onaxonlarimizda shu ruhiyatni ko'tarish kerakligini. Haliga xola keldi, xola bo'g'imlar og'rib, ertalab karaqlik deydi, yura olmaydi, tura olmaydi, 11 gacha yotadi, yotganidan keyin qo'llari bitta bukilmaydi, o'ziga o'zi xizmat qila olmaydi, mana choyini ola olmaydi, narsasini quya olmaydi, hojatga, tahorati boshqasini qila olmaydi. U shunday darajada og'riq bo'ladi. Keyin kelgandan keyin biz shuni garmon urdik, garmon uradi bu yerda 60-90 120 qilib garmon uramiz. Hirs qilib urdik, 3 kundan so'ng sakrab qoldi, u zo'rib qoldi anaga. Keyin qaytarib yubordik, 5 kun 10 kun davoladi, qaytarib yubordik. Qaytib kelgandan keyin yana bir oy bo'lmasa yana kelib o'tiribdi. Xolaji, nima bo'ldi? Nimaga bunday keldingiz? O'g'lim dedi, mening bitta o'g'lim, bitta kelinim bor, ikkalasi ham ishlagani ketgan dedi. Qozoqqa ketib qolgan ekan. Qozoqqa ishlagani ketgan, men yolg'izman dedi. Uyda qaraydigan odamim yo'q dedi. Qaray olmaydim. Men o'zim qaray olmayman. Sovuq qotib qolyapman, muzlab qolyapman. Bu sovuqdan bo'lgan. Ya'ni shu sovuqdan shu kasallik kelib chiqqan. Haligi yoshi katta odamlarimiz yosh o'tib yurgandan keyin sovib ketib qoladi. Tanasi sovib ketib qoladi. Tana sovib ketgandan keyin nima bo'ladi desa, u odam o'z-o'zidan kasal bo'laveradi. Tana sovib ketmasligi uchun bizning xalqimiz tushunish kerakki, haligi bolasi bo'lmagandan keyin ham ruhiyat past bo'lganda, kayfiyat yomon bo'lgan, xafa bo'lgan, shunday bo'lgan. Endi haligi ovqatini o'zi qilib yeya olmagan, hamma narsani yeyib bermagan, boshqa. Shuning uchun ham ilm olishimiz kerak, bizga nima ovqat bo'ladi? Yoshi katta odamga qanday ovqat, yoshi kichkina odamga qanday ovqat, yoki o'rta yoshli kimga nima ovqat? Ana shuni bilishimiz kerak. Endi siz ham amakajon, endi men juda ko'p gapirib bordim haligi Xorazmdan kelgan amakimiz bor, shu amakimizdan ozroqina suhbatlarni olamiz. Keyin agar noqisa bir ikkita savol yozishdi, men savolga javob beraman. Amakajon, mana kelganingizda nima shikoyat, sizni ko'rsataman hozir. Nima shikoyatlaringiz bor amakajon? Nima anolar bor edi? Menda prostatit bo'yicha bor edi. Tez peshabga chiqardim. Kechqurun 3-4 marta chiqaradim. Shu bezovta qiladi, uykuni baribir uykuni buzadi. Hozir yana shu 13 kun bugun kelganimda yaxshi davolandirib berdi. 13 kun bo'ldi. Ana qarang. Shu endi men sana hozir bir marta chiqardim. Yaxshi, zo'r. Keyin o'timda bu tiqilish bor edi. Hazm bo'lish, tilim ochiq bo'lib, ovqat yegandan keyin bezovta bo'lardim. Shular ketib qoldi, hozir achishim yo'q. Birinchi kursa? Birinchi kurs. Endi keldim, birinchi marta kelishim. Sizning videolaringizni ko'p ko'rib, lekin kelishdan oldin bir oy tayyorlanib keldim. Non yemasdan, rejimlaringizni qilib, ovqatlarni to'g'rilab, sal kam yeb ovqatlarni. Endi ko'p ovqatlarni bilmasdim, lekin bir kamaytirib, yaxshi chaynab yeb, shunda aytganingiz bo'yicha, shu bo'yicha keldim. O'zi kelganda mana shu dubajlarni qiladigan edim, ichimga yaxshi yurib turardi. Shuna yaxshi tez ta'sir qildi. Qarang, oldingi bizni videolar eshitishdan oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizda amakimning qanaqa o'zgarish bor edi? Yengil bo'ldim. Uyqu bosardi. Lanch bo'lib, hech nima yoqmay yurardi. Oldin. Yurishlar, oyoqlar og'ir, bellar tolib, tolishib qoladi. Shu narsalar hamma hozir ketdimi ancha? Ketdi, xudo xolasa yaxshi endi. Qarang, yana nima shikoyatlaringiz bor edi? Shu shikoyatlarim bor edi, asosiy shular edi. Hozir shular yaxshi ham ish qotish bor edi. Ichim qotarmidi? To'g'rilashdi, endi xudo xolasa bugun yaxshi, o'zi hech qiynalmasdan kelyapti. O'tgan kuni morsa qilishdimi? Mors qildik, 2 kunda mors qildik, zo'r bo'ldi. Voy, nima bo'ldi? Eskalatsiyaga hech bir
Ovqatni to'xtatgan bilan odam och qolib ketmaydi ekan. Ha, o'sha chiqolmasmi ekan? Sal ovqat yegandan beri to'yib qoladi ekan. Ha, qarang, Alloh taolaning bergan ovqatining barakasi shundada, bizda baraka nima desa, odamlar haligi ko'plik emas, kam ovqat, sifatli ovqat tanaga quvvat berishi kerak. Ya'ni bitta narsa bo'ladi, mana masalan juda ko'pchilik odamlarimiz ovqat yeyishadi. Men shu siz yoningizga o'tib olayman, nima uchun? Men yoningizga o'tib olayman. Juda ko'pchilik odamlar ovqat yeyishadi, ovqat yeganda hazm bo'lmaydi ovqat. Nega? Bu mana ichakda ovqatni hazm qilmaydi. Haligi enterit, kalit, xolesistit, gepatoz, pel infeksit bo'lavergandan keyin ovqatlar vitaminga o'tmaydi-da, vitamin parchalanmagandan keyin u odam nima qiladi? Qancha yesam charchayveradi. Qancha yesam charchayveradi. Haligi yegan ovqat o'ziga singmaydi. Masalan, hozir biz sizga qilgan narsamiz, buni tozalab chiqdik, o'tni tozalab chiqdik, jigar tozalab chiqdik, ichak tozalab chiqdik. Ozgina narsa bersangiz, tana quvvat oladi endi. Mana shunda haligi ba'zi bitta odamlar haligi kosalab ovqat yeydiganlar borda, 2 kosa ovqat yeydi, yana bir yarim soat o'tiradi, yana ochiq qoladi. Yana ovqat yeydi, yana ochiq qoladi. Nimaga desa, u odamning shu ichki organi yaxshi ishlamayotganda. Tiqilib qolganda yana ular tiqiltiraveradi. Shunda keyin borib tiqilavergandan keyin organizm aytadi: "Voy, insofing bormi sening?" deydi. "Muncha ovqat yeysan" deydi. Endi deydi, "Men mana senga deb dalgina ko'tarib beraman." Lanch bo'lib oyog'i qon o'tmaydi, oyog'i torishadi. Beliga qon o'tmaydi, beli torishadi. Asabi chiqadi, xotirasi pasayadi, uyqusi kelaveradi, lanch bo'laveradi. Hammasi organizmga signali. Bizda aytayapti: "Ey, shoshma, ovqatni to'xtat." Mana amakisi to'xtatdi. Biz shuning uchun ichkarida doktor bor deganimiz sababi har bitta odam o'zining ovqatini to'g'irlashi kerak. Ovqatini to'g'irlagandan keyin hech bir yoqda to'g'irlanib boshlaydi. Biz shunga yordamchimiz, ya'ni nimani qanday qilishni aytib turamiz. Yana taklif yana men boradi, grijam boradi. Qayerda? Orqada, belda. Belda. Shu oyoqqa og'riq beradigan edi. Men yurib bilmay qoldim. Olib yerga kelganda og'riq bor edi kuchli, lekin doktorlardan o'qib olib keldim. Keyin shu og'riqlar yo'qolib ketdi. Hozir yo'q. Belda qisayotgan og'riq ketib qoldi. Keldi, hozir og'riq yo'q. Har xil qilib ko'rdilar, oyoqimni bosib og'riq. Yaxshi. Bu yaxshi ish bo'lmabdi, aka, yaxshi ish bo'lmadi. Chunki biz buni ikkinchi kursda olamiz deymiz. Chunki ba'zilarda amakimning yaxshi tomoni birinchi kursda uyda qilib kelganliklari. Ya'ni birinchi kurs uyda qilgansiz, shuning uchun tana tez yengillashib olgan. Endi qancha tana yana bitta narsani aytayin, bu amakimiz haligi sunnatga muvofiq yuribdilar. Bu menimcha kayfiyatlari ham juda yaxshi. Haligi odamlarga nisbatan qalblari ham ochiq. Hali aytdik-ku, ruhiyat pok bo'lsa, tana tez tuzaladi. Birovga qalbingizda qaroqlik bo'lmasin, yoki bo'lmasa qahr, nafrat, yomonlik tomon bo'lmasin, faqat yaxshilik bo'lishi kerak. Faqat odamlarga yaxshilik xohlang. Faqat yaxshilik istang. Ana shunda bu joy tozalanadi. Bu joy toza bo'lgandan ishoning tana shunday ishlab ketadi. Ovqatlanishni to'g'rilashni biz yordam qilib beramiz. Butunlay hayotimiz o'zgarishi mumkin. 180 gradusga o'zgarishi mumkin. Faqat ustimizda ishlasak. Mana amakimiz mana haligi biz bilmay bellarni davolab yuborishdi. Endi mayli endi. Shukr, Alloh shifo berdi. O'sha hammasi birga ketadi ekan. Ichki shifokorni uyatsa, hammasi sekin-sekin boraveradi ekan. Shu ichki shifokorni uyg'otish bu barakada. Biz nimani u narsaga bu joyingizni davolaymiz demaymiz. Shuni uyg'otamiz. Hamma joyga ketadi. Ha, boshim, oyog'im, qo'lim, quvvatim mana shu amakimga o'xshab chiroyli kirib qoladi. Xolam endi, azonda kelib turibdi shu yerda. Ha, shu yerdami? U kirsinlar-da, xolamim kirsinlar-da. Haligi xolam ham keyin xolam keyin amakimni qaytadan sevib qoladi. Mana shu xolajon keling, xolajon keling, assalomu alaykum. Yo'q, siz ko'rmaysiz, mayli. Shunday gaplaysiz. O'tiring xolajon. Yaxshi keldingiz. Alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisiz xolajon? Hechbir charchamang. Ana nimalar bo'ldi? Amakim bilan birga keldingizmi? Birga keldik oldingiz. Ha, qanday bo'ldi? O'zgarishlar qanaqa bo'ldi? Zo'r. Nima zo'r bo'ldi? Men shu oyog'im yaxshi bo'lmadi. Zo'rda? Ana, shu hozir aytayotib, ikkinchi kursga qolmayapti hamma joy deb. Bu ikkinchi kursda ketadi. Oyoqdagi tuzlar agar ko'p bo'lsa, chunki amakimdan siz to'laroqsiz. Ko'rdingizmi? Ha, haligi to'lacha odam keyin mana yuzlari dog' ko'proq hozir sizda. Mana yuzlarda yo'q, o'zimda olyapman, xolos, o'zim gapiryapman, o'zim yaxshi ko'raman, shu o'zim olib yotibman. Sizni faqatgina ovozingiz eshitilishi mumkin. O'zingiz ko'rinmaysiz. Ha, men amakimni ko'rsatdim, chiroyli ekan, soqollar. Haligi qarang, yana birozga ozdirishimiz kerak sizdan.
Hozir bir vest o'lchaymiz, vest qanchaligini vestni ko'ramizda, bo'yga qarab ko'ramiz. Agar ozish kerak bo'lsa, yana biroz ozish kerak. Uni o'shanda oyoqdagi tuzlar chiqib ketib qoladi. Oyoqdagi tuz pastda turadi-da, u tuz chiqarish oson emas. Negaki jigarda yog' bo'lsa. Kimning gepatozi bo'ladigan bo'lsa, ular qiyin bo'ladi. Masalan, sizda sal to'lacharoqsiz gepatoz bor tanangizda, jigarda yog' bo'lib turibdi. Amakim shu kamroq. Ana shuning uchun amakim bellari ham yaxshi bo'lib ketib qolibdi, oyoqlarini tortmay qolibdi. Nega desa, yog' kam bo'lgani uchun. Endi sizni ozdiramiz, keyin yuzlarda dog'larni olamiz, jigari mana amakim yosharib qolibdi. Siz ham yosharing tezroq. Alloh oson qilsin. Ancha boshqacha yengilladimi? Oyoqdan tashqari yana nimalar bo'ldi? Nima shikoyatlaringiz ketdi? Yine bir cıgıldanımın kaynaşı yok oldu. Aha. Üzüm yengil oldum. Aha. Avukatlar rejimleri. Avukatlar rejimler zor. Aha. Nay yemeğimiz. Ha? Nay yemesi kim? Aç bulmayapmiz. Ana. Kuvatımız hem gitmedi. Ha. Zor. Yaxshimi? Qayta aldın edik. Endi yengil oldu. Zor oldu. Qarang, xolajon, bunaqa narsada men bir haqiqatni aytib qo'yayin. Endi ba'zi bitta tadbirkorlarimiz xafa bo'lsa ham mayli. Propaganda degan narsa bo'lgan. Propaganda degani Amerikada haligi biznesni rivojlantirgandan keyin haligi Gamletmi shu haligi cho'chqaning go'shtidan bo'lgan narsalarni, keyin tuxumdan bo'lgan narsalarni, keyin sosisikalarni ishlab chiqaravergan. Lekin odamlar sotib olmay qolgan keyin. Sotib olmayapti-ku bular degan. Nima qilishimiz kerak degan. Keyin professorlar kelib, professor amaki, mana propaganda degan odam shu haligi hozir ismingizni yodimdan chiqyapti. U nima qilgan? Professorlar pulni bergan. Mana pulni olingda, sizga reklama qilib bering. Nima qilib bering? Endi ular aytdi, biz 5000 ta doktorlar bilan gaplashdik. Nechta odamlar aytdi doktorlar. 5000 ta 6000 ta odamni tekshirish qilib o'tdik. Shundan xulosa keldiki, ko'proq ovqat yeyish kerak ekan. Ko'proq ovqat yesa, odamlar baquvvat, kuchli, sog'lom bo'lar ekan deb chiqdi. Ana undan keyin haligi ovqatlar shunaqa sotildi, haligi osmonni teshib yuboradigan darajada sotib yubordi. Odamlar shunchalik ovqatga o'rganib ketib qolishdiki, odamlar o'yladi keyin nima dedi? Yesang ham osh ketkizsa ham osh ketkizsan. Bo'sh qolib tikka turmaydi. Faqat hali yemasang qayerdan bu quvvat bo'ladi deb turib, odamlar shunaqa singdirib tashadi. Bizning odamlar endi semirib, yog' bosib, jigarni yog' bosdi, gepatoz bo'lib qoldi. O'ti tiqilib qoldi, qornidan bo'lib qoldi. Tuz bo'lib ketdi hamma. Belida tuz, oyog'ida tuz, bo'ynida tuz, boshida tuz, pochkasida tuz, hamma joy tuz bo'lib ketib qoldi. Nimaga? Ko'p ovqatdan bo'lib ketib qoldi. Ana endi yurakda ham yog', yurak haligi ateroskleroz, aqishib qilib yotibdi, stent qo'ydirib yotibdi. Hammasi bu yog'dan bu. Tanada noto'g'ri ovqatdan bu. Ana shu propagandani biz tushuna olmay qoldik keyin. Ana undan keyin to'qlar ham ochdan o'ladi degan tushuncha bor. O'tgan kun bitta akamiz aytdi, to'qlar ham ochdan o'ladi. Qanaqa qilib o'ladi dedim, men hayron qoldim-da. To'q ham ochdan o'ladimi deb. To'q odam shunaqa bo'lar ekanki, ovqat yeyvergandan keyin haligi ovqat hazm bo'lmasdan, so'rilmasdan, haligi bor qon tomiri tiqilib, qon bormay qolib, qon bormagan ekan o'sha yeri och qolibdi. Ochdan o'lar ekan bu. Ana shunday bo'ladi. Ya'ni yegan bilan emas, to'g'ri yeganning farqi bo'lish kerak ekan. Qancha noto'g'ri ovqat yesangiz, hujayrangizgacha shu ovqat bormaydi shu. Bu degani haligi sahrni diabetli ovqat yeyveradi, semirib ketaveradi, lekin ular baribir yana ochliq bo'laveradi. Quvvati dirdiraydi, quvvati ketadi. Nega? Hujayra yopiq. Ana masalan hozir sizlarda ham bekorga xolam aytmayapti, bekor siz aytmayapsiz. Nima bo'ldi desa, ozgina ovqatga to'yapmiz deyapsiz. Ozgina ovqatga to'yishning sababi nima desa, endi biz hujayrani ochib chiqdik. Hujayraga yo'lini ochib chiqdik. Hujayralar shunday ovqat borgandi, hujayra aytdiki, biz to'ydik amaki. Xona biz to'ydik. Endi quvvat uni hujayraga ishlaydi, energiya ishlab beradi. Tez quvvat oshadi. O'shaning uchun ochlikda ham ochdan o'lish, haligi to'q odamning ochdan o'lishi degani men shuni tushunmas ekanman. Uni endi tushunyapmanki, nima kasallar ko'ravergandan keyin. Ikkita amakim bo'lardi, ikkita oldin ham aytgan bu ikkita amakimdi. Bittasi to'g'risi aytsam endi haligi baquvvat odam edi, to'q odam edi. Haligi xalqlar do'stlarini zamlaydi, shunaqa bir boy odam bo'lardi. Lekin qorni ham yaxshi odam bor edi, qorni ham zo'r edi, avtoriteti zo'r edi. Shu avtoriteti bor amakimizda 60 ga plus minus bordi. Lekin u odam anaqa qildi, nimaga? Hamma ishimiya bo'lyaptimi, boshingiz og'riyaptimi, oyog'ingiz og'riyaptimi, belingiz og'riyaptimi, qayer og'rishdan qat'iy nazar ovqat bormay qolgan mana o'sha yerga. Kislorod bormayapti. Mana hozir xolam oyog'im deyapti, oyog'iga ovqat bormayapti.
Kimdir boshim deyapti, boshiga ovqat bormayapti. Kimdir qo'li deyapti, qo'liga ovqat bormaydi. Kimdir yuragi urib qoladi, yuragiga ovqat bormaydi. Farqi yo'q. Qayer og'rishdan qat'iy nazar bitta narsa ovqat bormaydi. Kislorod bormaydi, oziq modda bormaydi. Ana shunday ketadi. Haligi amakimizning ovqat yeyapti, lekin ovqat bormagan. Tanaga undan keyin yurak ishemik kasali bo'ladi. Keyin davlini ko'tariladi, undan keyin o'tib ketib qoldi. Yana bitta amakimiz bor edi. U amakimiz qornining o'zi yo'q, umuman qorin yo'q. Sportivniy qorin, shunday ko'rsan hech narsa yo'q qorinda. Ana undan keyin u amakimiz 82 deydim shu amakni ko'rganimda. Hozir endi o'g'il bolalarda, hali ham Toshkentda u amakimiz bor. Shu amakimiz hozir ham yashab yurdi. 90 nechilar bo'lib ketib qoldi. Chunki u amakimni ko'rganimda bu necha 10 yillar bo'lib ketib qoldi. Shu amakim hozir ham sog'lom. Haligi amakim ishlab charchamaydigan amak edi. Haligi 60 yoshdagi amakimiz u joyida o'tirardi. Ha, o'zini o'zi ko'tara olmaydi. Ana bu ozg'inroq amaki bo'lsa, ishlab charchamaydigan. Ana shu fikrlarni qilaverib men o'yladimki, nima uchun odam bunaqa? Bu odam nega bunaqa? Bu odam nega bunaqa? Keyin o'ylab turdim, bu odam demak ichida o'zida muammo hamma. Mana haligi to'q odamning ham ichida muammosi bor, och odamning ichida muammosi bor. Muammosi yo'q. Demak, odamning ichida doktor bo'lish kerak. Ana shundan keyin ichki doktor degan narsani aniq qildiki, shuni qilish kerak, uyg'otish kerak ekan. Odamlar shunday qilsak, odamlar to'g'ri ovqatni qila olsa, to'g'ri turmush tarzini qila olsa, odamlarda ko'p ovqat kerak emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 2 luqma tanani ko'taradi deb nima aytdilar? Bizga bir kosa ko'tarilmayapti-ku, 2 kosa ovqat ko'tarmayapti-ku. Nega ko'tarmaydi bizda? Biz nima boshqa yo'q. Biz noto'g'ri ovqatlanaverib, ichagimizni pashaq qilib oldik, jigarimizni yog' bostirib oldik, buyragimizni tuz bostirib tashladik, o'tlarimizni tiqib tashladik. Endi bir kosa ovqat ham hazm bo'lmaydi. Hazm bo'lmaydi, hammasini u yerda xona ko'radi. Uning barakasini olib borib to'kib beraveradi odamlar. Nimada bo'lyapti desa, u odam bilmaydi-ki, hazm bo'lmayapti ovqat. Ana shuning uchun ham haligi 2 og'iz luqma tanani ko'taradi. Bizning bo'lsa 2 kosa ovqat ham, 2 kilo ovqat ham bizning tanamiz ko'tara olmayapti. Unda masala nima dedingiz? Hammasi ichki organda, ichki shifokor ishlamaganda. Ishlab ketsa, mana shu xolam aytib ketganda bo'ladi xolajon. Ozginagina ovqat yeysiz, quvvat bo'ladi. Oldin qornim ketadi, qornim tark etib avtoritet ketadi. Doktor Meryem ovqatim singmay qoladi. Singmay qoldimi? Aha. Endi hozir yaxshi bera kelgandan keyin ozgina ovqat bo'lsam singadigan quvvatim yaxshi. Ana Holsizlik mendadim ko'payadi, holsizlik, behollik. Ali ancha ketdimi? Ancha ketdi. Hozir quvvatingiz dim yaxshimi? Ana bitta xola keldi, Xorazmdan bir opamiz keldi. "Ey bu Shermetibdimi, yolg'onchiman" degan bir xolamiz bor edi. Xorazmdan kelgandi. Xorazmdan kelgan xola ham haligi uzoq bir joyda tura olmasa, birini suyanib turar ekan. Nega? Quvvat ketib qolavergan, charchab ketdi. Shu quvvat bo'lmas ekan, hol bo'lmaganda. Shu gemoglobin pasayib ketaveradi-da. Unda masala emas, ichak ishlamayotibdi xola, ichak ishlamayotdi. U gemagilar bunda emas masala. Keyin tushkunlikda. Hali men amakim ruhiyat haqida gapiryaptim. Kimning anemiyasi bo'ladigan bo'lsa, u odam hayotdan tushkun bo'ladi. O'z-o'zidan kayfiyat ketayotgan bo'ladi. Amakimning ko'ngli to'lmasligi mumkin. Deyotgan bo'lishi mumkin. Siz o'ylab ko'ring, nimadan ko'nglingiz to'lmaydi sizning? Ko'nglingiz to'lmadigan birinchi shukr qilish kerak. Ya'ni shukr qilish. Shu kechirish kerak, kechirib qilish kerak. Kelinni kechirib yuboring. Haligi o'g'ilni kechirib yuboring. Buni kechirib yuboring. Men kelinlarim zo'r. Shu kelinlarim uyimizda xizmatlar qilib, biz yana davolanib yuribmiz. Ana. Gelinlarimga gap yo'q, zo'r. O'zimning qizim deydi. Zo'r, lekin kimni kechira olmayotganingizni toping siz. Kimning ko'nglingiz to'lmaydi? Men bilmayman. Men bu haligi bu yerdan qarab turganlarga ham borda, kelinni kechira olmayotganlar. Shuni kelinning ko'ziga qo'lim siqib olaman deb turgan xolalarimiz borda. Ana shu narsani topsangiz, agar hayotda mazza qilsangiz, og'zingizga shunday sog'in ovqatda mazza qila olsangiz, ishoning shunday quvvat keladi qaytib. Bilingizda? Ana shu narsani biz sekin-sekin hozir shuning uchun bir kunda mazza qilib yashashimiz kerak. Bugunni mazza qilish kerak. Ertadan mazza qilish. Ana shuni ruhiyat bilan yashasak, ruhiyat bilan tanani qo'shib yashasak, ishoning shunday qutulib ketib qolamiz. Odamlarda mana ayollarimiz endi ayollar bilan gaplashayotganimcha aytayapman-da, endi siz emas faqat kelishgan. Hali kelinlarim dim yaxshi, hamma ishimni qiladi degan ana shu kelinlar dim dushman bo'ladi xolamga. Nega desa, hamma ishni qilavermang. Negaki, xolam quvvati
hali bir joyga o'tiravergandan keyin semirib ketib qoladi hozir. Yog'i yig'averadi. Xolam o'tiraveradi, ha, kelinlarim qilyapti. Olib keling kelinjon deydi. Kelinlarim g'ir qilib, ha, xolashan, buni ye, buni oling deyveradi. Hali xolam ham o'tir, ha, qaynona bo'lgani shunday bo'ladi-da, qaynona shunaqa bo'ladi-da. Men ham ishlab qo'yganman-da oldin. Ha, o'g'lim deb berib qo'yganman deydi-da. O'tirib ovqat yeyveradi. Ana shunday semirib ketib qoladi. Bizning oldimizga burun 130 kg qilib boradi. Voy, qaytib yig'dingiz. Kelinlarim zo'rda, nabiralar zo'rda deydi. Ha, ana shu yaxshi kelin qaynona dushmani degani shu haliga qaynona ham tushunish kerakki, qaynona bir joyga qolib ketish kerak emas. Harakat qilmadingizmi ishoning ketadi tana. Hech kim sizni chiqarib ola olmaydi. Bizda harakat ko'p. Ko'pmi? Ha, ya. Zo'r. Ana shu harakat qilish kerak. Lekin sizda harakat qilganingizmi? Yo'q ham ko'pda. Bu qarang, buni qanaqa tashxis qo'yamiz desangiz, ko'p harakat qilayotgan odam sal ozg'inroq bo'lish kerak. Kelishdimi? Agar siz harakatni ham zingillatib qilib yotibsiz, hammasini qilib yotibsiz, ovqatlar ham gumbaraqasi urib yotibsiz, lekin ozmayotgan bo'lsangiz, demak nimada xatolik bor. Xatolik bo'lyapti. Demak, nima qilish kerak? Nimanidir o'zgartirish kerak. Haligi ba'zi odamlar aytadi, men o'zi shuncha harakat qilaman, yana gimnastika nima kerak, parhezim nima kerak, men yiqilib qolaman deydi. Men qo'rqaman deydi, yiqilib qolishdan. Yiqilib qolishdan qo'rqaman deydi, ular yana ovqat yeyishga harakat qiladi. Qo'rquv mana shunday bizni boshqaradi. Shuning uchun ishoning, hozir mana amakim ham ovqat yemasa yengil, siz ham ovqat yemasangiz yengil. Siz ham ovqat yemasangiz yengillashasiz, chunki bu tanani ishlab ketib qolishiga yordam beradi bizga. Tana qanaqa autofagiya haqida oldin ham gapirganman, yana aytaman. Och yursangiz bizga emas, sizning cho'ntagingizga foyda, sizning sog'lig'ingizga foyda, sizga foyda bo'ladi. Nega? Hujayralar o'z-o'zini yeydi keyin. Hali bizning yuragiga stent qo'yib yotgan hali odamlar bor, mana videolar chiqarib qo'ygan, yuragiga stent qo'yib, insult bo'lib, infarkt bo'lib o'tkazgan amakimning ishlarining tillalar tushib kelganda, nega? Toshlar tushib, ular yillab ichaklar tiqilib qolgan bo'lgan, jigarlar tiqilib qolgan, o'tlar tiqilib qolgan. Unda foyda bermaydi. Ishoning, shu odamga bir apteka dorini quysangiz ham foyda bermaydi. Bir apteka dorida masala yo'q. Chunki qon tomir tiqilib yotdi u yerda. Qon tomirni ochmas ekanmiz, tanani ishlatmas ekanmiz, umrimiz o'tadi, vaqtimiz o'tadi, pulimiz ketadi. Chopib yuraveramiz. U yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa desa tuzalmayapman deydi. Doktor davolanmayapti deydi. Menimcha tuzalmas kasal bo'lib qoldim deydi. Yana savol ammakijon, xulasa. Xulasa endi masalan, hozir sizning gapingizda shunday xulosaga keldim-da. Ha. Masalan, bizning xalqimiz balkim unga shuna yetishmaydi-da, shu propaganda ishlari shunday. Ha. Shularni qilsa demanda, masalan bizda kasal bo'lib qolsang, uni ye, kuchlanishing kerak deb ovqatni tiqib yuboradi-da. Shunday. Oddiy bir hayvonlarni ko'ring, agar kasal bo'lsalar, hech narsa yemaydi. U och o'tiradi-da, o'zini tuzatib oladi. Ana, u Ochlik masalan kasalni tuzatsa kerak-da bunga tuzatganingiz. voy amakijon, Shuni sizning gapingizda shuni xulosaga keldim. amakim sekretni aytib yubordi-da, sekretni aytib yubordi. Sekret ba'zida odamlar ishtahasi yo'qolib qolsa, ki ishtahasi yo'qolib qoldi deydi-da, vrachlar shartda borsa bitta haliga kapinizdan shurq uradi-da, askarni ko'rib o'radi. Ishtahasini ochib tashlaymiz deydi. Shunda ovqat yeyversa odamni xursand, ana ovqat yeyapti, ovqat. Ey, u zahar yeyapti. Nega? Tiqilib yotgan tana ovqatga tayyor emas edi. U odam o'zi dori bilan ishtahasini ochib yubordi, u asli ochilmagan. Tiqilib yotgan joy tiqilib yotibdi. Faqatgina hujayra ichidagi narsa bo'shatib qo'ygancha odamlar o'yladiki, och qolib qoldim. Endi tanam ishlayapti. Voy, ishtaha bo'lmayaptimi? Yemang hech qachon. U tana tayyor bo'lmaydi hali. Agarda yesangiz, u ovqat sizga tayyor zahar bo'ladi, qo'yadi. O'shaning uchun birinchi navbatda tabiatdan ko'rish kerak. Ya'ni ba'zi bitta odam bizning bemorlarimiz bo'ladi, ba'zi bemorlar ishtaham yo'qolib qolib desangiz, zo'r deyman, hech narsa yemay turavering deyman. Nega? Agar tanangiz tayyor bo'ladigan bo'lsa, shunaqa bo'ladiki, sizdan so'ramasdan ishtaha ochilib ketib qoladi. Shunchalik ochiladi, haligi ba'zi bitta xolalarimiz keladi, ishtaha ochilgandan keyin nima xohli yeb tashlayman deydi. Hammasini yeb tashlayman. Ertaga-kech yeyman deb qoladi. Nega? Hujayra ochilib ketib qolgan bo'ladi. Tana shuni tayyor bo'lgan bo'ladi. Ana shunday qilishimiz kerak, akajon. Biz haligi ovqatga emas, to'g'ri ovqatlanishni bilsak, qachonki tanamizni tushunsak, mashinchalik ham bilmaymiz. O'zining mashinamiz bor. Mashinamizcha tanamizni bilmaymiz. Mashinamizga nima kerakligini bilamiz. Tiq etsa, bu yer ketdi, ana galopga ketdi, bu ketdi deymiz. Lekin ishoning o'zimizni bilmaymiz. Qiyshayib, pachaq bo'lib, yotib qolsangiz ham hech narsa qilmaydi. Haz yaxshi ketadi deb ovqat uraveramiz, ovqatni beraveramiz.
ota-onalarimizga mana ba'zi yoshi katta haligi ota-onalarimiz kasal bo'lib qolsa, haligi bolalari nima qiladi? Shashlik olib kelib ber, otamning niyatim bor edi. Haligi onamga somsa olib kelib ber, niyatim bor edi. Haligi ovqatdan qism, "Ey baraka toping, zahar olib kelib beryapmiz." Nega? Ota bilan onaning oshqozoni shu ovqatni parchalashga kuchi yo'q hozir. Siz uni ovqatni berasiz, ozgina yeydi, bo'lam bo'ldi. Keyin yana suraverasiz. Yengda otajon, yengda onajon, haligi nima, undan yana ham yaxshiroq ovqat olib kelib berishga harakat qiladi. Aslida otasini, onasining tanasi tayyor emas ovqatga. Tayyor u qabul qilmaydi. Qabul qilgandan keyin berganingizda keyin nima bo'ladi? Tiqilib qoladi-da, keyin davlani tez ko'tariladi-da, keyin chopasiz yana. Ha, otajon davlangiz ko'tarildi, onajon davlangiz ko'tarildi. Kim ko'tardi? Kim ko'taradi? Ilmsiz bola ko'tardi. Hol to'g'rimi? Men kelin ko'tardi. "Voy onajon, ovqat yeng onajon" deydi-da. Ana shuncha ilmsiz yaxshilik qilish ham odamni o'ldiradi degan aytardim men. Ilmsizlik doimiy ravishda bizni haligi manfiga olib ketib qoladi, pastga qarab olib ketib qoladi. Nimaga? Ota-onamizga yaxshilik qilyapmiz deymiz-ku, ishoning biz ota-onamizni pishit qilib yuboramiz. O'shaning uchun men ba'zi bir holatlarda uydagilarimiz bundan xafa bo'lmaydi, menchi bilishadi. Haligi ovqatni bermaslikka harakat qilaman yoki kamroq berishga harakat qilaman. Haligi dadamga ham aytgan, mayli kamroq yesalar ham, mana yaxshi ko'ramiz, lekin ular ba'zida ko'p yeb qo'ysa qiynaladi keyin. Shu tana qiynaladi. Biz ularni uzoq yashashini xohlaymiz. Doim sog'lom bo'lishini xohlaymiz. Doim haligi oyoqlarida yaxshi yurib, damini zo'r normada bo'lib chopib yurishini xohlaymiz. Shuning uchun ko'p ovqat berilmaydi. Ya'ni biz yosh kattalarda ehtiyot qilishimiz kerak. Yengil ovqat. Ana, yengil, yaxshigina, kamgina. Eshitdingizmi? Kamroq. Endi yosh kattada, yosh kattaga bo'lgandan keyin haligi yosh boladek bo'lib qoladi ba'zida tana, haligi har xil narsani yegisi kelaveradi. Uni olib keng shu narsani, faqat ozroq olib keng. Shashlikni bittasini olib keng yoki yarim bitta olib kengda, haligi qani onajon siz yarimini yeng, dadajon siz yarimini yeng. Mana limon bilan desa, ikkalasi yeyishadi. O, ana juda shirin ekan-a deb o'tirishadi. Ana tana ozroq och qoladi. Agar yekti olib kelib, "Ha, to'yib yengizlar" desa, bo'lib qoladi odamni, onamiz ham keyin nima deydi? Bir-biriga suyanib qolishadi. Qornidan bo'lib, kecha tiqilib, ana undan keyin uyqu ham yo'q, kechasi ham mazza qo'shadi, shunday bo'lib qoladi. O'shaning uchun biz harakat qilishimiz kerak imkon darajasida aql bilan, ilm bilan ovqat berishga. Otamizgami, onamizgami, o'zimizgami, farzandimizgami doim to'g'ri ovqatlantirishga harakat qilishimiz kerak. Maqsad ko'p yeyishda emas, maqsad to'g'ri yeyishda. Bir marta ovqat yesa, butun kunga yetadi shu. Bir marta ovqat o'zi. Keyin meva sabzavot yeyversin, yong'oq yeb, men uni sabzavot yeydimi? Ko'pchilik odamlar aytadi, "Doktor, nima to'g'ri ovqat yeydik?" To'g'ri ovqat birinchi bir marta ovqat yeysiz, o'shuncha og'ir bo'lmasin. Hali gumbara qarz qilib bizni 3 mahal nom qo'shib yemaylik unda. Ana undan keyin salatlarni yeyaverasizlar. Uyga borganda shunday davom ettiraverasizlar. Hali ana xolamga pichim non bermangizlar. Ovqat bermangizlar. Xolam pichi ozsin. Siz yaxshi yetadi. Shu holatda ushlab tursangiz bo'ldi akajon. Boyim 1.65 kilo. O zo'r. Mana 1.65 bo'y ekan, yuzi shunday ayiradiganimiz 65 qoladi. 65 kilo bo'lsa, va ish joyida bo'ladi. Biz Sizga yana 10 kilo go'sht kerak. Nima uchun kerak? Bu ozg'in-ku. Xolam amakimga aytayapti 10 kilo qo'shishingiz kerak deyapti, adashmasam men shunday qilib tushundim. Xolam o'ziga to'g'rilamoqchi. Amakimda. Xolam ozsa hozir xolamga yaxshi bo'ladi. Xolam bo'lsa o'zini ozishiga qiynalib, amakimni semirtirib olmoqchi o'ziga. Qarang, haligi odamlar doim o'ziga o'xshatishga harakat qiladigan shu. Amakim hali aytayotdi, "Hali qorim bor, ozgin" deyatdi, amakim o'ziga o'xshatmoqchi. Endi xolam aytayaptilar-ki, "Yo'q, siz menga o'xshang" deyaptilar. Shuning uchun bitta narsa, biz sizga faqat foydali narsani aytamiz. Foyda hozir xolam ham ozsa foyda. Ya'ni siz semirgasan foyda ertaga davlini ko'tarilib ketib qoladi. Xolesterin bo'lib qoladi, gipotoz bo'lib qoladi. Kelishdik-a? O'zlaringizga ehtiyot bo'ldi, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.